Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilmurodjon aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat. Siz yaxshimisizlar? Alhamdulillah. Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, o'zim gapiravering. Biz sizga alhamdulillah ayni daqiqalarda yurtingiz O'zbekistondan Dilizxorlarim kanalidan qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Avval loyiha boshlovchisi bilan muloqotdasiz. Bugungi ayyomlar, tavallud kuningiz qarshi olgan navqiron 35 yoshingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim umr yoshingiz uzoq bo'lsin, har doim yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling. Chet davlatlarda musofirchilikda qanaqa maqsadlar qilib yurgan bo'lsangiz, inshaalloh barchalari ro'yobi bilan siylanib yuring. Aynan ushbu kunda sizni o'zgacharoq tarzda tabriklash maqsadida loyihamizga yaqin bir insoningiz murojaat etganlar va siz uchun o'zlarini chiroyli tabriklarni qoldirgan. Taxminingiz bo'yicha mana shu sirli insonimiz kim bo'lishi mumkin? Bilmayman, taxminan qilolmayman to'g'ri. Mayli. Bilmagan bo'ldi-da. Albatta sizga yordam bera qolamiz. Albatta onajoningiz Lolaxon, ona, qaynona, qaynotangiz Dadaxon, Masturaxon, farzandlaringiz Abdulloh, Yasminaxon nomlaridan ayolingiz Muhayyoxon opamiz ekanlar. Katta rahmat. Salom. Umr uzoq bo'lsin. Agar ijozat bersangiz, ayolingizdan kelgan maktublarni o'qib eshitirsam maylimi? Assalomu alaykum, umr yo'llarida yo'ldoshim bo'lgan jufti halolim. Dilmurodjon aka, sizni bugungi Allohimga banda payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan shukronalik kuningiz qarshi olgan 35 yoshingiz bilan tabriklayman. Ilohim umr yoshingiz uzoq bo'lsin, tanu joningiz har doim sog' va salomat bo'lsin. Bizni, farzandlarimizni yaxshi hayotda yashashligi uchun hatto oiladan, vatandan yiroqda yuribsiz. Musofirchilikdasiz. Allohim sizni o'zini panohida asrasin, hifz-i himoyasida saqlasin ilohim. Bir onim yo'qki sizni sog'inmagan. Bir onim yo'qki sizni duo qilmagan. Hamisha kaftim siz uchun duodadir dadajonisi. Jondan aziz bo'lgan farzandlarimizni baxtini birgalikda qo'sha qarab ko'rib yuraylik. Inshaalloh kelasi yillarga ushbu kunni oilamiz qatorimizdan kam bo'lmasdan nishonlashib o'tirishimizni inshaalloh Alloh nasib qilsin. Qayerda bo'lsangiz ham aziz boshingiz omon bo'lsin ilohim. Farzandlarimiz uchun to'kilayotgan teringiz ilohim jannatlarda sizga daryo bo'lsin. Urib turgan yuragimning egasi, uyimning fayzi, xonadonim sultoni bo'lgan umr yo'ldoshim. O'zingizni har doim biz uchun, farzandlarimiz, ota-onalarimiz uchun ehtiyot qiling. Chunki bizni hayotimizdagi eng katta boyligimiz siz dadasi. Sizni juda ham yaxshi ko'raman va sizga bo'lgan hurmatimni cheki yo'qdir. Inshaalloh onajonim, dadajonim, yana oyijonim bilan birgalikda hammamiz Allohimning baytiga borib, takror va takror hojatda va hojona bo'lishimizni inshaalloh Robbim Allohim bizga nasib qilsin. Inshaalloh tez kunlarda yorug' yuzlar bilan diydorlashish baxtini Allohim bizga nasib aylasin. Sizni yaxshi ko'raman dadasi. Har doim baxtimga omon bo'ling. Sizni juda sog'inganmiz. Farzandlaringizdan xavotir olmang. Hammamiz yaxshimiz. O'zingizni asrang. Yana bir bor bugungi tavallud kun sizga muborak bo'lsin. Siz mening borlig'im, jon va jihonim. O'zimning sevgilim, azizim, yorim, barchadan qizg'ongan rashki insonim. Men sizni bir umr baxtli qilaman. Turmushni mushlari og'ir kelsa ham, sizni borligingiz dardimga malham. Qalbdagi ardog'im, jon tomir rishtam, men sizni bir umr baxtli qilaman. Gulni asrab kelgan bog'im siz begim, doim o'syangan tog'im siz begim, malika bo'lsam gar shohim siz begim, men sizni bir umr baxtli qilaman. Menga hashamat va tillo kerakmas. Sizni shodon ko'rsam deyman har nafas. Shu aziz boshingiz omon bo'lsa bas. Men sizni bir umr baxtli qilaman deya ayolingiz Muhayyo opamiz ushbu tabriklarga imkon yasabdilar. Menga sovg'a bo'ldi, katta sovg'a, katta rahmat. Qo'llaringizga shukr. Minnatdorman. Qo'llaringizga shukr. Rahmat menga. Hamdonimiz sog' bo'lsin. Albatta Dilmurodjon aka ayni daqiqalarda ushbu suhbat loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Tez fursatlarda sizni ko'zlari to'rt bo'lib kutayotgan Allohim tomonidan sizga berilgan eng chiroyli ne'matlari farzandlaringiz,
onajonlaringiz, qaynotangiz barchalari qolaversa, ayolingiz Muhayyo xonapani o'zlari ham suhbatni eshitadilar. Barcha O'zbekiston ahlidagi yaqinlaringiz uchun, ayolingiz, ular uchun, barchalar uchun aytarli chiroyli niyatlaringiz bo'lsa, marhamat, sizni eshitamiz. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Yana diydor ko'rishish, sog' salomatlikda nasib qilsin. Xursand bo'ldim. Sharif tabriklarda kutilmagan savol bo'ldi. To'g'risi kutmadim. Rahmat borlari yaxshi. Sog' bo'lib, onam rizo bo'lsin. Amin. Hajga jo'nataman niyat qildim, Alloh yetkazsin shukr. Amin, amin. Inshaalloh niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Ilohim yaratganning panohida bo'ling. Hamma havas qiladigan baxtli oilangizga ko'z tegmasin. Aynan musofirda nimaniki maqsad qilgan bo'lsangiz, barchasiga erishing ilohim. Yorug' yozlar bilan onajoningizni bag'riga, farzandu ayolingiz bag'riga qaytishlikni tez kunlarda sizga nasib aylasin. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lsin. Minnatdorman akajon. Kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Allohga omonatsiz salomat bo'ling. Katta rahmat. Xo'p, omon bo'ling. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga xush yoqarkan shirin so'zingiz. Men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Yor, 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor, 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 tilagim mening, baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Yor, 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor, 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 tilagim mening, baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Birdek oqayapmiz umr yo'lida, taqdir yaratgan Robbim qo'lida. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Yor, 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor, 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 tilagim mening, baxtimga sog'